Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Men sizlarga arzon mashina topib berganman. Xudo xolasa maza qilib minadigan, olgan odam baraka topadi. Vaz 2109 holati yaxshi, holati minsa bo'ladi. Atak bir tomoniga garantiya beriladi. Motor yog' yemaydi. Pul kerak bo'lgan holatiga sotilyapti. O'tgan safar ham qo'yuvdik bu mashinamizni jichcha qimmat aytdi shekilli. Bu safar arzon narxda, xudo xolasa mana diskalari ham, saka diskalari ham sport saka diska, holati tiniq. Mana ichlarini ham hozir bitta ko'rsatib o'tamiz. Ichlari ham mana xudo xolasa tiniq. Maza qilib minadigan mashina. Mana do'ppilar bor ekan, do'ppilar bonusiga berilar ekan. Xatti yittig'i. Bizda gazetani yittig'i deyilardi, mashinada xatti yittig'i bor ekan. Temir metan. Xudo xolasa SPGlargacha urilgan dokumentida muammo yo'q. O'rtag'im o'zini mashinasi, o'rtag'im o'zini nomida. Xudo xolasa tiniq, yaxshi, minadigan holatda. Hadavoy motor zo'r garantiyasi bilan sotilyapti mana. Narxi $1200. Tagiga nomerlarni yozib qo'yamiz. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar.